Assalomu alaykum. Qo'shki bir haftasi obunachiları. Bugun sizlarga ko'chmas mulklardan tanishtirib o'tamiz. Bu yerdagi manzilimiz Qum bozorining arkasi, Xashan qishlog'ida 2 etajli uchastkamiz turar joy hisoblanadi. Joyimizni yon mashinadagi poddan bor 2 sotik yer bo'lak sotiladi. O'zi 2 sotikda joylashgan 2 etajli joy. Tanishtirib o'tamiz. Buni barter, kredit, mashinalaringizni bo'lsa nasihat savdam qilib berishimiz mumkin. Yetmaganini ham bir qator tanishtirib o'tamiz. Joyimizda demir kapılar qo'yilgan. Endi demir kapılar qo'yilgan, aqoilalar qo'yilgan. Pollar eng zo'ridan qilingan pollar. Üstü ikinci etajdan patoloqlari, ikinci etajdan ağaçların duruş yerleri zo'ridan qilingan, ikinci etajdan ham chiqib üstü bastırılgan. Kapılar ideal holatda, kapılar zo'ridan qo'yilgan. Adamlar shunday tutilgan. Pesh bu abibe, gaz o'tib turibdi, svet bor. Prosta gaz o'timi ko'p deganlar. O'tirasizlar, yine shunday holatda. Bog'yanni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bog'yanni ayanda xo'p bo'ladi. Bog'yanni o'rndan chiqsangiz ham bo'ladi. Bog'yanda qilayotgan mo'jizlari bor. Bahası qiziqarli. Bahası bir korpusda plana 310 milyon so'm kelishamiz bunun üstünde. 310 milyon so'm beriladi. Mashinamiz bo'lsa bartering hamma variantimiz bor. Bankam bor. Qiziqqanlar aloqa chiqaverasizlar. 99lik 549 59 99 telefonlarga telefon etib kelaverasizlar. Zdaniyamiz sotuvda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bunday xonas pul bo'lmoq. Xonalar pul bo'lmoq.